Ha o'sha Mix Avtozubi kanali rekord, faqat rekord deb gapiradi. Nima uchun? Chunki mashinamizni $1350 Lada Samara 2009-yilga, mashinamizni 1.6 объемda gazlari bilan. Faqat lak ko'chgan, lakini bitta kraskalab olsangiz, mashina ideal holatga keladi. Примерно 1,5 million plyus ketadi. Lekin suyaklari but-butun. Qishdan smelo chiqsangiz bo'ladi. Mashinamiz bagajlari ham yaxshi holatda ekan, gaz ballonlari bilan tayyor. Orqa salonlari ham yaxshi holatda ekan. Bu mashinani Rossiyada yurgan akalar juda ham yaxshi biladi. Bunaqa mashina Rossiyada nomer 1. Xo'p, mexanika korobka, probeglari 180 ming probeg, gaz ballonlari bor. Mashinani salonda hech qanaqa ish yo'q, tayyor. O'ylamay, mashinamizning suyaklari but-butun. Mana ko'ryapsizlar, svarka tegmagan. Даже televizorlarigacha o'ziniki. Menimcha bunaqa mashina hech qaysi kanalda bo'lmasa kerak. Motorlari soatda ishlayapti. Instagram va Telegram kanallariga ulanib qo'yasizlar.